Assalomu alaykum aziz abituriyentlar. Sizlar bilan bugun 33-mavzuga ham yetib keldik. Bugungi darsimiz Salafkiylar davlati va Yunon Baktriya podshohligi haqida bo'ladi. Demak, boshladik darsimizni. Biz oldingi darslarimizda Aleksandr Makedonskiy tuzgan davlat va uning bosqinchilik yurishlari haqida gaplashgandik. Bugun bu davlatning parchalanishi, tanazzuli haqida gaplashamiz. Aleksandr Makedonskiy miloddan avvalgi 323-yilda vafot etdi va uning vafot etishi bilan u qurgan saltanat 3 qismga bo'linib ketdi. Bular Makedoniya, Misr, Suriya. Demak, Aleksandr Makedonskiyning davlati 3 ga bo'linib ketyapti. Makedoniyaga, Misrga va Suriyaga. O'sha uchala davlatni birlashtirib turgan edi oldin. Keyin toj-taxt uchun kurashlar kuchayib ketdi va bu kurashlarda miloddan avvalgi 312-yilda kichik makedoniyalik Aleksandrning lashkarboshlaridan biri Salafga demak g'olib bo'ldi. Bu uchta qismning Bobul qismiga, ya'ni Suriya qismiga hokimlik qiladigan bo'ldi. O'shani hukmdori bo'ldi. Salafka davlatining tarkibiga kirgan hududlar e'tiborli bo'lamiz. Demak, Mesopotamiya, Eron, Parfiya, Baktriya, Sog'diyona, Marg'iyona hududlari demak Salafkiylar davlatining hududiga kirgan. Salafka o'z davlat tarkibiga kirgan O'rta Osiyoni alohida viloyatlarga bo'lib boshqargan, ya'ni satrapliklarga ajratgan. Esingizda bo'lsa, satraplik bu viloyat Kshatriya so'zidan kelib chiqqan edi. Ularning har biriga boshliq satrap hukmronlik qiladi. Davlat mudofaasi va qo'shinlarni tashkil etish bilan esa strateg shug'ullangan. Bu strateg degan lavozim Yunonlarda ham, ya'ni Yunoniston davlatida ham bor edi. Esingizda bo'lsa, yodingizda bo'lsa, lekin vazifasi boshqacha edi. Yunonlarda 500lar kengashining rahbari strateg deyilardi. Demak, Salafkiylarda esa o'sha lavozim davlat mudofaasi va qo'shinlarni tashkil etish bilan shug'ullanar ekan. Bunga ham e'tiborli bo'lish kerak. Nom bir xil, o'sha strategikalasida ham, lekin funksiyada, ya'ni o'sha lavozimda vazifasida farq bor. Salafkaning o'g'li bu Antiox miloddan avvalgi 280-yilda taxtga o'tirgan. Bu matn ichida berilmagan bu ma'lumot, matn oxirida tayanch konspektda bu narsa bor. Bunga ham ko'p kishi e'tibor bermay ketishi mumkin. Buni bilib qo'yish kerak. Salafka o'z o'g'li Antioxni sharqiy viloyatlarga hokim etib tayinlaydi. Sharqiy viloyatlar bular Parfiya, Marg'iyona, Baktriya va Sog'diyona kiradi. Demak, mana shu hududlar Salafkiylar davlatining sharqida joylashgan hududlar hisoblanadi va Antioxga berilgan. Qaytaraman, Parfiya, Marg'iyona, Baktriya va Sog'diyona davlatlari. O'sha davlatni demak Antiox 20 yilga yaqin boshqaryapti. 20 yil hukmronlik qilyapti bu hududlarda. Asta-sekinlik bilan Sog'diyona, Baktriya va Marg'iyonada tinch hayot tiklana boshladi. Dastlab o'sha Yunon makedonlarning bosqinidan keyin tiklana boshlagan shaharlar, demak, bular Sog'diyona, Baktriya va Marg'iyona shaharlari hisoblanar ekan. Savdo-sotiq, dehqonchilik va hunarmandchilik rivojlandi. Qaysi sohalar rivojlandi desak, savdo-sotiq, dehqonchilik, hunarmandchilik. Salafkiylarning demak madaniyat markazlariga aylangan shaharlari esa bular Baktra, Marokandi, Marg'iyona, Antioxisi, ya'ni hozirgi Marv, bu Turkmanistonda joylashgan bu shahar, va Termiz, ya'ni Surxondaryo viloyati markazi. Demak, Salafkiylarda markazi Baktra, Marokanda, Marg'iyona, Antioxisi, ya'ni Marv va Termiz. Marokanda haqida oldingi mavzularda ma'lumot berilgandi. Marokanda bu hozirgi Samarqand shahri hisoblanadi. Yodingizda bo'lsa, bu haqda aytib o'tilgan edi. Baktra esa bu Surxon vohasidagi qadimgi shahar xarobasi. Yunon Makedon istilolaridan keyin O'rta Osiyo tarixida antik davr boshlanadi. Demak, O'rta Osiyo tarixida qaysi voqeadan keyin antik davr boshlandi desak, Yunon Makedon istilolaridan keyin deymiz. Tabiiyki, ular bostirib kirgandan keyin bu yerda o'troqlashdi va mahalliy aholi bilan madaniyat almashinuvi yuz berdi. Va Yunonlar Baktriyadan nimalarnidir o'zlashtirdi, Baktriyaliklar esa Yunonlardan nimalarnidir o'zlashtirdi. Shularga to'xtalamiz hozir. Demak, Baktriya Yunonlarning yozuvi, Yunon og'irlik o'lchov birliklarini, pul munosabatlarini, hunarmandchilik va san'at buyumlarini demak o'zlashtirgan. Ya'ni o'sha narsalar Baktriyada tarqaldi. Yunonlarning o'sha narsalari. Yunonlar esa Baktriyadan binokorlik va hunarmandchilik an'analarini ham o'zlashtiradi. Binokorlik va hunarmandchilikni Yunonlar o'zlashtirgan,
yozuvni, og'irlik o'lchov birligini, pul munosabatlari va hunarmandchilik buyumlari va san'at buyumlarini esa Baktriya yunonlardan o'zlashtirgan ekan. Demak, Salafkiylar davlati parchalangandan keyin mustaqillikka erishgan davlatlarga to'xtalamiz. Bu davlatlardan biri Yunon Baktriya davlati. Qadimgi Baktriya davlati bor, Yunon Baktriya davlati bor. Adashmang, ikkalasi ikkita davlat. Demak, qadimgi Baktriya bu miloddan avvalgi 7-asrda tashkil topgan davlat. Qadimgi o'sha Yunon Baktriya davlati bo'lsa, bu miloddan avvalgi 250-yil, ya'ni Salafkiylar davlati parchalanishi natijasida tashkil topgan, ularning tarkibidan ajralib chiqqan davlat hisoblanadi. Demak, Salafkiylar davlatidan Baktriya miloddan avvalgi 250-yilda ajralib chiqdi. O'sha antik davr tarixchilarining xabar berishicha, uni birinchi hukmdori Mingta Baktriya shahri hukmdori bo'lmish Diodot o'zini keyinchalik podsho deb e'lon qiladi. Demoqchiki, o'sha hali ajralib chiqmasdan oldin Diodot u yerda Mingta shahar hokimi bo'lgan, mahalliy hokim bo'lgan. Keyinchalik parchalangandan keyin u butun davlat hukmdoriga aylandi. Va shu voqeadan Yunon Baktriya davlati tarixi boshlanadi deb hisoblayapti antik tarixchilar. Xuddi o'sha paytda miloddan avvalgi 250-yilda Salafkiylardan Parfiya davlati ham ajralib chiqdi va Baktriyaning asosiy raqibiga aylandi. O'sha paytlari Sog'diyona va Marg'iyona viloyatlari bu Yunon Baktriya podsholigi tarkibida bo'lgan. Demak, Parfiyaning emas, demak Yunon Baktriyaning tarkibida bo'lgan ekan. Bunga ham e'tiborli bo'linglar, Sog'diyona va Marg'iyona hududlari. Diodotdan keyingi hukmdor, demak, unchalik tarixda iz qoldirmadi. Uni davrida bir aytarlik o'zgarishlar bo'lmadi. Bu hukmdor Yevtidim hisoblanadi. Yevtidimdan keyin esa uning o'g'li Dmitriy hukmronligi boshlangan va bu Dmitriy hukmronligi davrida Yunon Baktriya podsholigi eng katta sarhadlarga ega bo'lgan. Demak, qaysi hukmdor davrida Yunon Baktriya podsholigi eng katta hududni o'z ichiga olgan desak, Dmitriyni aytamiz. Va uning davrida Hindistonning bir qismi bu davlatga qo'shib olingan. Hindistonning bir qismi ham bu Dmitriy davrida ekan. Demak, har doimgidek xaritalar uchrab turadi. Bu hozirgi ko'rib turganingiz bu xarita qizil bilan chegaraga olingan hududlar miloddan avvalgi 2-asr boshlaridagi Yunon Baktriya davlatining chegarasi. Bunga ham e'tiborli bo'lib qo'yishlaringiz kerak. Xo'p, Parfiyada hokimiyat Mitridat bir qo'liga o'tishi bilan, demak, Baktriyaga harbiy tazyiq kuchaydi. Boya ham aytib o'tdik. Baktriyaning asosiy raqibi bu Parfiya davlati bo'ldi. Ayniqsa bu Mitridat bir davri hukmronligi boshlanganda Parfiyada bu ziddiyat yanada kuchaydi. Tabiiyki, bu ikki davlatning o'zaro nizolaridan tashqi dushmanlar unumli foydalandi. Bu dushmanlardan biri Yuechi qabilalari hisoblanadi. Bular ko'chmanchi qabila bo'lgan. Miloddan avvalgi